Asl ismi Saidahmad Husanxo'jayev 1920-yili 10-iyunda Toshkent shahrining Samarqand darvozasi mahallasida tavallud topdi. Uning bolaligi Elbek, Oybek, G'ofurg'ulom singari adiblar davrasida o'tdi. Tabiatan qiziquvchan, tinchimas Saidahmad adabiyotga kirib kelguncha juda ko'p sohalarda o'zini sinab ko'rdi. Jumladan, agit-plakatlar yozdi, artist bo'lishga urinib ko'rdi, doktorlik maktabida o'qidi. Qurilish texnikumida tahsil oldi. Rassomlik maktabiga qatnadi. Mashhur fotochi pensionga shogird tushdi. Gazetalarga xabarlar yozdi. U Nizomiy nomidagi pedinstitutda bir muddat o'qigach, 1941-yilda Mushtum jurnalida ishladi. 1942 hamda 43-yillarda Respublika radiosi, 1943 hamda 47-yillarda Qizil O'zbekiston gazetasida, 1948 hamda 50-yillarda Sharq yo'lida asl millat hayotining 10 yillik davri aslik vazifasini o'tagan. Ayni paytda u hajvichi yumorist sifatida tanilgan. Ijodining kattagina qismi hajviy yumoristik hikoyalar, qissalar, komediyalardan iboratdir. Romanlarda ham yumoristik yo'nalish muhim o'rin tutadi. Uning yumoristik mahorati Kelinlar qo'zg'olonida, Kuyov komediyalarda yorqin namoyon bo'lgan. Istiqlol yillarida yaratilgan asarlar ham bir talaygina bo'lib, Saidahmad istiqlol yillarida ham hayotdagi o'zgarishlar haqida ko'plab maqola, badiyalar yozdi. Avvalgidek quvnoq, yumoristik, jo'shqin lirik hikoyalar yaratdi.